Assalomu alaykum hammaga. Mana bizga yangilangan dizayndagi yangi tritsiklimiz yetib keldi. Dizaynga o'zimga baho beringlar. Hop, molgochning rangi qora, oranjiy rangga uyg'unlangan, juda chiroyli chiqdi. Hop, hattoki kaltlari ham shunga moslangan ekan. Dizaynga chiroyli ishlashibdi. Hop, oldi setkalar ham plastmas qilingan, ichlari hali qattiq shaqir qilmaydi yurganda, bemalol ag'ashligingga tegmasdan yuraveradi. Hop, oldi baloni ham shinalari o'zgaribdi, ancha shina qo'yilgan, yumshoqqina. Sifatlik. Hop, bu yerga mana projektorga o'xshagan yalagan qo'yishibdi. Kechqurundan ancha yorug'i, yarki buni yurganlar shunaqa qilib olganlar biladi. Hop, buni akkumulyatori 5 ta 32 amperlik bo'ladi. Mana dizaynni o'zini ko'rsataymi, mana arqa ko'rinishlari, faralar ancha o'zgarish kiritilgan faralarga. Hop, mana bu yerda ham podnomerniy bor, bu yerda ham jo'nadi. Orqa bagajdan ajoyib baquvvat chiqibdi, xudo xolasa. Hop, o'rindiq ochiladi, mana bu yerda ham ochiladi. Ochilgandan keyin ichida bagaj bo'ladi. Hop, orqaga 2 kishi bemalol o'tirsa bo'ladi, oldiga bir kishi. Hop, maksimal tezligi 30-35 atrofida bo'ladi. Bitta zaryadni 30-40 km yurib beradi, xudo xolasa. Zadniga yuradigan nimalari ham bor, 3 ta skoroskdan iborat. Pavotlari ham ajoyib chiqdi. Led chiroqda ancha o'zgarish kiritilibdi bu tritsiklimizga. Kimga shunday sifatli baquvvat tritsikl mototsikllar kerak bo'lsa, aloqaga chiqib olasiz. Manzilimiz shu, Sergeli xonobodda joylashgan. Kakan Tashkent Mototsikl do'koniga kelaverasizlar, hurmatli obunachilar.